C Sharp haqidagi darsimiz ko'p ishlatiladigan kontrollar. 10. Hujjat echish, hujjat saqlash, xat nusxasi tanlash, rang tanlash, mundarija ko'rish, dialog ramkalari. Biz kompyuter ishlatish jarayonida nurg'un mushundaq dialog ramkalar uchraymiz. Ya'ni biz Word to'lamda yoki Notepad to'lamda bir hujjatni ochmoqchi bo'lsak, hujjat echish dialog ramkasini ishlatamiz. Hamda bu hujjatni o'zgartirib saqlamoqchi bo'lsak, hujjat saqlash dialog ramkasini ishlatamiz. Ya'ni biz ba'zi dialog ramkalarda xat nusxasini tanlaymiz, ba'zida rang tanlaymiz, ba'zida ma'lum mundarijani ko'rsatib tanlab beradigan ishlar uchraydi. Hamda biz program tuzish jarayonida mushlarni ishlatmoqchi bo'lsak, odatda bevosita ko'znaklardan foydalanib bundaq kontrollarni yasay olamiz. Lekin bu nihoyatda vaqt sarf qiladigan ish. Amaliyotda buni bir qatim yasolab takror ishlatishga bo'ldi yoki bo'lmasa buning ishlatish usuli o'xshab ketgachga bir narsani o'rtaq ishlatsak bo'ldi. C Sharpda bu narsalar oldin tayyorlangan, ya'ni ta'minlangan. Biz buni yasab olmay, mushu tayyor barlarni ishlatsak bo'ldi. Ya'ni ishlatish usullarimi nihoyatda oddiy. Biz bu dialog ramkalari bilan bir-birlab tunishib ko'raylik. Eng ko'p ishlatilgan dialog ramkamiz hujjat echish dialogi. Bu dialogni ko'rib turibdimiz. Bu qo'zg'algandan keyin biz xohlagan disklarni tanlab beralaymiz. Uning ichida mundarijalarni, hujjatlarni ocha olamiz. Hujjatlarni tanlagandan keyin bu echish knopkasini bossak, biz bu hujjatni ocha olamiz. Hamda bu yerdagi echish programmada boshqacharoq. Ya'ni bu yerda echish knopkasini bosganda faqat biz hujjatning ismiga, adresiga erisha olamiz. Echish mashg'uloti ayrim programmalar orqali amalga oshiriladi. Biz buningga amaliy misol ko'raylik. Yangi proyektdan birini quraylik. İsmi dialog bo'lsin. Biz bu dialog ramkasini tushunish uchun oddiy bir programma tuzaylik. Bu programmada biz dialog ramkasini ishlatib tekst hujjatlarni echish, saqlash mashg'ulotini olib boraylik. Buning uchun biz bir text boxga ehtiyojliq. Buningki multiline xosligini true qilamiz. Buningki ismini yozib olaylik. Text content. Hamda biz bu yerga bir knopka qo'shib, buning ismini btn open, bu hujjat ochadigan knopka bo'lsin. Buning ismini, tekstini open deb yozib qo'yaylik. Hamda biz buningki bu knopkaning besilgan adresida hujjat echish dialog ramkasini ko'rsataylik. Buningki kilik adresini echib oldik. Hamda bu yerda biz hujjat echish dialog ramkasidan birini aniqlaylik. Open file dialog qisqartib qo'ydim. New open file dialog. Hamda biz bu yerda kod orqali bu dialog ramkasini aniqlab oldik. Amaliyotda buni bu yerdan qurolli sanduqdanmi ishlatalaymiz. Masalan, bu dialog bo'ligida biz ishlatmoqchi bo'lgan dialoglarning hammasi bor. Biz buni ko'znakka qo'shsak, bu ostiga chiqadi. Ya'ni bizning timer kontrolga o'xshash bu ko'znakda bevosita ko'rinmaydi, faqat bu yerda bor. Biz buni qo'zg'atib ishlatalaymiz.
Endi buni kod yozgan vaqtida biz yangidan birini aniqlab ishlasak bo'ldi yoki bu ko'znagi qo'shgan vaqtdagi dialogramkasini ismi orqali ishlasak bo'ldi. Open file dialog 1 chekit bassak buni hamma adresida ishlatadi. Biz kod bilan ishlatishni sinaylik. Amaliyotlar ikkalasi o'xshash. Endi biz open file dialog show dialog buningga show dialog degan metodini ishlatsak bo'ldi. Ya'ni funksiyasini. Buni qo'zg'atgan vaqtimizda ko'zligimiz qo'zg'aldi. Open knopkasini bassak, bu hujjat ochadigan dialogramkasi qo'zg'aldi. Endi biz buni qaysi knopkasini basaylik, biz buningga nisbatan konkret kod yozmadik. Shunga bu bizga hech qanday inkos qaytarmaydi. Endi biz tanlangan hujjatninki ismini oladigan kodni yozaylik. Buning uchun bundaq usul qo'llaymiz. Open file dialog file name. Bu xaslik orqali biz tanlangan hujjatning qiymatini ola olamiz. Buni biz bir string olaylik. String file name tang file name. Biz bu programımızı icra qilib ko'rsak, biz hujjat etish ramkasini ko'rsatdik. Buning ichidan diskini tanladik. Buning ichida bir text hujjat bor ekan. Buni ossak, bu yerda hech qanday inkos ko'rinmadi, lekin biz hujjatning nomini buningkiga ala oldik. Biz programını icra qilib hujjatni tanlamay chiqib ketgan vaqtimizda bizningki bu yerdagi kodda hujjat nomi berilmaydi. Navoda biz bundaq vaqtda bu hujjatni ossak, programımızdan aniqli xatolik kelib chiqadi. Shunga biz dialogramkasi hujjatni ochdimi, ochmadi buningki hukm qilib, uningdan keyin ondan mashg'ul deb basaq bo'ldi. Buning uchun if open file dialog show dialog tang dialog result okay. Bu vaqtda bu kodimizni o'chirib o'tamiz. Ya'ni show dialog takror qoldi. Bu shartni ishlatishning ahamiyati navoda hujjat etish knopkasi bosilgan bo'lsa, bu vaqtda bu kodni ijro qildi. Undaq bo'lmasa, bu yerdan atlab o'tib ketadi. Hamda biz echilgan tekstni text ramkasida ko'rsataylik. Txt contentning txt tang hujjatni o'qish uchun file obyektini ishlatamiz. Buningki to'liq adresi system.io file read all text. Bu biz bergan adresdagi tekstni o'qib beradi. str file name. Buni parametr qilib berdik. Bu yerdagi str file name biz hujjat etish dialogramkasida ochgan hujjatni ko'rsatadi. Endi biz programımızı icra qilib ko'raylik. Açdık. Test knopkasini bastık. Mana text hujjatni echib, bu text ramkasida ko'rsatib berdi. Navoda biz bu shartni ishlatmay hujjat etish mashg'uloti olib borsak, programimizdan aniqli xatolik chiqadi. Masalan, buni men bu tekshiradigan doiraning sirtiga chiqarib etdim.
topolmadi. Buni men chiqarib o'tib sinab turay. Biz diyalog ramkasini ochdik. Buni hujjat tanlamaylam chekinib chiqib ketsak, bu yerdan xatolik kelib chiqadi. Programmada xatolik kirildi. Şuna hujjatning ochilgan, ochilmaganligini hukm qilib olib ishlatsak, bu eng bexatar usul. Bu hujjat ochish diyalog ramkasining ishlatish usuli. Endi biz davomli boshqa diyalog ramkalarni ko'rib o'taylik. Yana birisi hujjat saqlash diyalog ramkasi. Bu boyadan hujjat ochish diyalog ramkasining dal aksi. Biz buni yani davomli ko'raylik. Biz yana bir knopka qo'shaylik yoki bu knopkani ko'chirib ishlataylik. Ko'chadik. Bunun ismi button save bo'lsin, yani saqlash. Bununki texti save bo'lsin. Endi bununki biz kontrolni ko'chaygan bo'lg'achqa hodisimi o'zbeti ko'charilib qolgan. Buni o'chirib o'tib buning hodisini yana ochaylik. Endi bu saqlash hodisida biz save file dialog degan obyektni qurib olamiz. Yani hujjat saqlash dialog ramkasini aniqlab oldik. Buni mu o'xshashlam oldingi kodga o'xshash yozaylik. Save file dialogning show dialog funksiyasi tang bundan qaytadigan qimmat dialog resolute'ning ok'ga tang bo'lgan vaqtida undan tuvandagi kodni ijro qilsin. Yani biz bu vaqtda text ramkasidagi tekstni elib aslidagi biz tanlab bergan yoki ismini yozgan hujjatga saqlasin. Buning uchun biz hujjat saqlashga system.io file write all text degan funksiyani ishlataylik. Buningga ikki dona parametr ketadi. Birisiga buningki hujjatning saqlangan adresi. Buni biz hujjat saqlash dialog ramkasini olamiz. Save file dialog. Buning file name tanlangan nom bo'ldi. Uningdan keyin tekstning mazmuni. Buni text box'dan olamiz. Text contentning texti. Hamda biz programımızı icra qilib ko'raylik. Biz bu yerda hech qanday hujjatni ochmadik. Biz bu yerga bir tekst yozaylik. Birdan torbat adresini yozib qo'ydim. Saqlash knopkasini bosaylik. Endi bu yerda knopkani ko'rgan bo'lishi mumkin. Oldingisida etish deb chiqqan, bunikida saqlash deb chiqdi. Endi biz bu hujjatni nega saqlamoqchi bo'lsak, diskining xohlagan bir yerini tanlab bersak bo'ldi. Biz diskini tanlaylik, o'sha yerga saqlasin yoki bo'lmasa boshqa darajalarni tanlab bersak bo'ldi. Bu yerga saqlamoqchi bo'lgan hujjatning ismini yozib beramiz. Website URL deb ism qo'yib qo'ysak, buning keyingi nomi texti bo'lsin. Saqlash knopkasini bosaylik. Biz hujjatni saqladik. Endi bu saqlandimi, saqlanmadi? Biz o'zimizning tuzgan programimizdan ham tekshirib ko'raylik. Ya'ni biz hujjat etishni burun amalga oshirib bo'lgan. Buni ochsak,
Aslida mana bu hujjat bu yerga saqlanib qoldi. Demak biz hujjat etish dialogramkasi va hujjat saqlash dialogramkasidan foydalanib bir tekst tahrirlagichni yasab oldik. Ya'ni biz bu yerda tekst yoza olamiz, saqlay olamiz, bor tekstlarni ocha olamiz. Hujjat saqlash dialogramkasining ishlatilishi shundoq. Hamda biz davomli boshqa dialogramkalarni ko'raylik. Yana bir dialogramkasi xat nusxasi dialogramkasi. Biz programmaning ishida turib ma'lum tekstninki xat nusxasini o'zgartmoqchi bo'lsak, buningga xat nusxasini berishimiz kerak. Bu xat nusxasini cho'qim kompyuterda bor bo'lgan xat nusxasini bergan vaqtimizda bu normal ishlaydi. Hamda bu xat nusxasi dialogramkasi bizga Windows qachlangan xat nusxalarining tizimligini ko'rsatib beradi, yana bu o'rinda. Undan keyin bu xat nusxasiningki holati tuzmo, yantomo, tommo deganga o'xshash. Undan keyin bu xat nusxasiningki cho'ng kichikligi qatorliq. Biz mushu dialogramkasini ishlatish orqali osonlam xat nusxalarini tanlab tanisha olamiz. Amaliy misol ko'raylik. Biz bu yerga yana bir knopka qo'shaylik. Buning hodisini yo'q qilib o'taylik, xosliqlarni tanishaylik. Select font, ya'ni xat nusxasi tanlash degan knopka olsun. Buningki bu knopkaning ismi button font olsun. Buni qo'sh chekib, buning hodisini ochdik. Font dialog qisqartib FT deb qo'yay. Tang new font dialog. Bununla o'xshashlar font dialogining show dialog funksiyasini qo'zg'atdik. Buning qaytargan qimmati dialog result OK bo'lganda tuandagi kodni ijro qil. Endi biz dialogramkasida bir xat nusxasini tanlagandan keyin tekst ramkasining xat nusxasi shuningki o'zgaradigan qildi. Buning uchun text contentning font xosligi tang font dialogining font xosligi. Yana bu tanlangan xat nusxasini beradi. Biz buning unumini ko'rish uchun hujjat ochmay turib bu tekst ramkasiga ma'lum bir tekstni kirgizib qo'yaylik. Endi biz programmamizni ijro qilib ko'raylik. Yana bu yerda bir tekst bor. Biz bu xat nusxasi dialogramkasini ochaylik. Ya'ni ochildi. Biz bu yerdan Uyg'urcha bir xat nusxasini tanlaylik. Al-Katib Tortom. Mana tekst ramkasidagi xat nusxasi o'zgardi. Ya'ni biz font xat nusxasi dialogramkasidan foydalanib bu tekstninki xat nusxasini o'zgartdik. Xat nusxasi dialogramkasining ishlatilishi shunday bo'ldi. Buningga boshqa xosliklarni
kerak bo'lganda yana o'zimiz ko'rib olsak bo'ldi. Biz davomliq boshqa dialog ramkalarni ko'raylik. Yana bir dialog ramkasi rang dialog ramkasi. Yana rang tanlash dialog ramkasi. Bu dialog ramkasidan foydalanib biz Windows'da ko'p ishlatilgan ranglarni bevosita tanlab ishlatalaymiz. Buni biz oldingi misolimiz asosida ko'raylik. Yana tekst ramkasidagi xatninki rangini o'zgartaylik. Select color. Select color. PTN select. Bunun kilik adısını açtık. Bu yerga biz yana o'xshashlar rang dialog ramkasidan birini quraylik. Color dialog cd town new cd if cd show dialog then dialog result OK bo'lganda txt content'dan bu yerda bir qancha color var. Back color degani text ramkasining taglik rangi, for color degani tekstninki text ramkasidagi tekstning rangi. Biz buni tan qilamiz. Color dialogninki color xosligiga. Buni ijro qilib ko'raylik. Biz xat nusxasini oldin qatim ko'rgan. Hamda rangni tanlaymiz. Rangni ko'k rang qilib qo'yay. Tekstning rangi ko'k bo'ldi. Qizil. Yeşil. Yani biz color dialog ramkasi, yani rang dialog ramkasini ishlatishni ko'rib o'tdik. Endi eng oxirgi bir dialog ramkasi mundarija ko'rish dialog ramkasi. Endi biz hujjatga mashg'ulot qilmay, ya bir mundarijani ko'rsatib turadigan ishimiz. Masalan, bir mundarijadagi barliq hujjatlarni oldigan yoki bir mundarijaga nurg'un hujjatlarni saqlaydigan ahvollarga kirilsa, u vaqtda biz bir hujjat tanlab bermay, mundarija tanlab beradigan ish qildik. Bu vaqtda biz mundarija ko'rish dialog ramkasini ishlasak bo'ldi, ya'ni folder browser dialog. Buningki amaliy misolini ko'rsak, bizning bu programmamizga bu dialog ramkasi moslashmaydi. Lekin biz dialog ramkasini ko'rsatishni ko'rib o'taylik. Yana bir knopkani ko'paytib oldik. Buningki xosliklari folder browser. PTN folder. Folder browser dialog. New folder browser dialog. Folder browser dialog. Show dialog. Biz bu cümle orqali buni ko'rsatalaymiz. Yana bu shartnoma davomli ishlatsak bo'ldi. Ondan navoda mundarija tanlangan bo'lsa,
Bunun tanlangan mundarijini selected pass xasligi bilan elib ishlatsak bo'ldi. Yani bu yerni qaytadig'ini biz tanlagan mundarijininki to'liq adresi oldu. Bunu icra qilib ko'rsak. Mundariji ko'rdigan dialogramkasi açıldı. Biz bu yerden xalqan mundarijlarni tanlab beralaymiz. Biz tanlagan mush mundarija bu OK ekonomikasini bosgandan keyin mush mundarijining adresini qaytarib beradi. Biz shuning asosan mashg'ulot qilsak bo'ldi. Şunun bilan dialog ramkalar to'g'risidagi mazmunlarimiz mush yerda oyoqlashdi.